Dunyo bo'yicha bo'g'im og'riqlari, suyak va oyoqlari qaqshab og'riydiganlar uchun eng yaxshilaridan bo'lgan 3 xil giyohni ko'rsataman. Birinchisi bu mana shu sabinlik bo'g'im og'riqlari va oyoq og'riqlari uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Revmatizm, artrit, artrozda foydali. Ikkinchisi bu mana shu o'rmon qora ildizi. Bu asosan suyaklaringiz uchun juda ham foydali hisoblanadi. Suyaklarni mustahkamlaydi, yallig'lanishni kamaytirishga ham yordam beradi. Va uchinchisi bu qora andiz tomiri. Bu ham bo'g'im og'riqlari uchun qadimdan ishlatib kelinadigan ildizlardan bo'g'imlarni mustahkamlaydi va bo'g'imlaringizga qon borishini yaxshilaydi. Bu ildiz bo'g'imlardan tashqari ham ko'plab xususiyatda bor. Endi qarang, bu shu uchala kuchli giyohlarning miqdorini tenglashtirib, aralashtirib tayyor qilib maydalangani bo'ladi. Birlashtirgandan keyin yanada yaxshiroq effekt beradi. Biz ko'plab bo'g'im og'riqlari, oyoq og'riqlaridan qiynalib yurgan klientlarimizga berganmiz. Effekti zo'r deb maqtashgani uchungina barchaga tavsiya qilyapmiz. Endi buni qayerdan topamiz deganlarga manzaramiz Yunusobod dehqon bozorida aloqaga chiqsanglar O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib beramiz.